Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugun yana Trend 858 kanali. Bugungi o'yinlarimizda yana o'sha Xpari kontorada 8 million 800 depozit bilan boshlaymiz. Voy jalab, kristal udar berib yuboryapti. Udar. Depozitimiz o'rtoqlar deyarli 9 million so'mni tashkil etadi. Tak o'yindan chiqib boshqatdan kiramiz. Hozir 5000 so'm qilgandim, cho'ta normalniy berib yuboryapti. 500 mingga bitta ko'ramiz. Vopa! 5x. 6 bor, toza 5x. Yaxshi. Summani kamaytirib turamiz. Ozgina yana 5000 so'm qilib qo'yamiz. O'rtoqlar, kanalga podpisatsiya qilishni unutmaymiz. O'rtoqlar, videoga bitta like bosib ketamiz. Like'ga расход qilmaymiz-ku o'rtoqlar. Так что bez расход narsalardan qochmaymiz-da. Voy jalab 5x ketdi. 08 hozir yashil ham qo'shib beradi. Yaxshi, qizilchi. Yo'q, qizil qo'shmadi. Voy, ketma-ket beryapti-yu bu. По-моему, o'rtoqlar, menimcha bu yerda hozir summa kam bo'lgani uchun ketma-ket mana shunaqa ketma-ketlikda beryapti. Ko'pchilik Telegram kanalimizga yozdi. Kanalimizda ko'p ancha vaqt uzilishlar bo'lib qoldi, stavkalar tashlanmadi. Nasib bo'lsa 4x ketdi. Mana shu 2-3 kun ichida stavkalar tashlashni yana boshqatdan boshlaymiz. Tak, bitta 500 ko'rib buni albatta stavkalar tashlamay qo'yganimizni o'ziga yarasha bir muammolari bo'ldi. Albatta muammo emas. Ya'ni 10 kunlik dam olishga ketgandik. O'sha 10 kunlik dam olishdan keyingi mana yana faoliyatimizni boshlayapmiz. Va ko'k. Vurudi bu. Ko'proq berish kerak edi, 1.5 berdi. Yutmasak bo'lmaydi o'rtoqlar, yutmasak. 10 kunlik dam olishimiz bashi yibat bo'lgan o'rtoqlar. O'shaning uchun расход ko'payib ketgan. Hozir yutmasak bo'lmaydi degan joydamiz. Jalab 13x berib yubordi-yu. Hozir bu yerda bilajala Binance'da bor pulimni tiqqanman kontoraga. Binance'da bor pulimni mana shu pulni yutqizib qo'ysam, уже mazani qochiradi. Yutishga harakat qilish kerak. 10x joningdan 18 million normalniy. Yana 5000 so'mga tushib olamiz. To'g'risini aytsam, mana shu o'yin juda bir stress holatda o'ynayapman. Sababi уже как бы последний summa. Oxirgi summalar pullarimga o'ynayapman. O'shaning uchun ozgina qo'rqinchliroq bo'lyapti. Boshqa payti o'ynaganimda уже summa pul bo'lardi. Короче, pul bo'lgandan keyin endi
2 marta 3 marta yutqazib qo'ysangiz ham boshqatdan depozit qilib o'ynasangiz bo'ladi. O'shaning uchun uncha qo'rqmasdan o'ynaysiz. Baribir chiqarib olaman degan tushuncha bo'ladi. Atak hammasi mелкий куски, короче. Hozir bu yerda ozgina o'ynab turib, bitta vampir kursga o'tib, короче, vampir kursda nimalar bo'layotgan ekan. Spesialni summani ozgina ko'tarib olish uchun o'rtoqlar mana shu kristalga kirdim. Qanchalik ko'tara olamiz bilmadim endi. Vampir kursga kattaroq summa bilan, kattaroq stavkada o'ynash uchun kattaroq summa bilan kirmoqchiman. Maqsad shu bo'lyapti. Sizlarga ham shunaqa agar seriozniy yutuqlar, seriozniy summalar o'sha yutish niyat bo'lsa, voy! Chiyallab 10x berdi-yu mana shu yerda bilat. Voy. Bitta 2 million qilamizda. Babam 5x. Joningdan akang aylansin. 5000 qilib qo'yamiz yana. No, короче, nima deydi? Seriozniy yutuq yutish niyat bo'lsa, vampir kursda yoki o'sha doimiy o'ynaydigan o'yiningizda nima o'yinni yaxshi ko'rasiz? Scratchmi, vampirmi, kristalmi yoki Games Odysseymi, boshqa har xil o'yinlar bor, o'zlaring bilasizlar. O'sha seriozniy o'ynaydigan o'yinlaringizga, azartga berilib ketadigan darajada o'ynaydigan o'yinlaringizga kattaroq summa bilan kirish uchun boshqa o'yinlarga kirib, ozgina summani ko'tarib olib kirishlaringni maslahat berar edim. O'rtoqlar, yaxshi. Tak, yana 5000 qilamizda. Davom etib turamiz. Do'stlar, bitta narsaga e'tibor berib ko'ringlar. Menda bitta holat juda ko'p takrorlanadi, juda ko'p bo'ladi. Может, oldingi videolarimda aytgandirman, может, aytmagandirman. O'zimda bo'layotgan voqealar bilan o'sha live hack sifatida sizlar bilan bo'lishib ketaman. Bo'layotgan voqea qanaqa? Kam summada o'ynaysiz, например, mana shu 5000 so'm yoki 3000 so'm eng minimalniy summada o'ynaysiz. Уже kontora seriozniy berishni boshlaydi. 5 million qilaylik. Voy, ko'k tashlab ber. Joningdan. Voy, 4x. 62 million bo'ldi. Summani kamaytiramiz yana. Xuddi mana hozirgi bo'lgan narsa, o'rtoqlar. Kam summadan o'ynab turasizlar, kam summadan summani birdaniga normalniroq o'sha 500 mingmi yoki 2 million yoki 3 million summaga ko'tarasizlar. Уже kam summadan 10 ta 15 ta aylantirgandan keyin bitta seriozniy summaga ko'tarsanglar, maksimum 2 ta yoki 3 ta. Уже katta summada 2 ta 3 ta bosish kerak. Bo'ldi. Уже u yog'ida yedirib yoradi. Уже kontora katta summada o'ynayotganingizni bilib qoladi, yedirib yoradi. Kam summada berib turgan payti taxminiy hozir beradi degan momentni ulavit qilib bitta katta summaga tiqib olish kerak. Bo'ldi. Ni в чем hech qanaqa hech narsa sekret yo'q, hech qanaqa strategiya yo'q. Buni yana albatta eslatib o'tib ketaman. Voh. Atak seriozniy narsa bermadi baba. Короче, o'shaning uchun o'rtoqlar ko'pchilik yozadi,
bunaqa bermaydi yoki boshqa deb. Mana ko'rib qo'yinglar. O'sha taktika o'rtoqlar mana. 65 million summaga chiqib oldik. Normalniy beryapti hozircha. Yana 1-2 daqiqa o'ynab ko'ramiz. Katta summaga ko'tarib olib, stavkani katta summaga ko'tarib olib, постоянный bosib o'tiraversangiz, o'rtoqlar azartga berilib ketib qolib yoki nimadir qilib постоянный bosib tursangiz, bermaydi hech qachon. Ko'pchilik aytayapman, yozadi, bunaqa bermaydi, bunaqa bo'lmaydi deb yozadi. Kichkina summada o'ynanglar o'rtoqlar, kichkina. Kirdingizmi 3000 so'mdan bosing gazini, короче, normalniy xlar beradi. No, faqat o'sha momentini, berayotgan momentini ulavit qilib olish kerak, kattaroq summada bo'ldi. Tak, 65 million bundan-da kattaroq summaga ko'tara olamizmi? Atak normalniy, уже вроде ozgina qo'rqishlar ketdi. Stavkani bitta ko'tarib ko'ramiz. Yallab 2-3 da hozir bermasa yedirishni boshlaydi bu gandon. XP нормальный. Jallab уже mana ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Уже yedirishni boshlayapti. O'sha xuddi men aytgan narsa bo'lyapti o'rtoqlar. Короче, surib oladigan joyi. Katta summada ko'p qolib ketib bo'lmaydi deb aytdim. Hozir 6 tami, 7 tami aylantirdik. Уже mana shu yerda o'zida yedirishni boshladi, короче. 3000 qilamiz. Vampir Cruz o'ynamaganimizga ancha bo'lib ketdi. Ozgina 3000 so'mdan holatni kuzatish maqsadida o'sha stavkani kamroq qildim. Sizlarga ham o'sha tavsiya qilaman. Kuzatinglar o'rtoqlar ozgina. Har kuni o'ynab yurgan paytlarimda kirishim bilanoq stavkani серьезный stavka qilib, sразу gazini bosardim. Hozir qanaqa уже непривычно-da. Jala mana shu 60 millionni 100 millionga ko'tarib olsam ham normalniy bo'lar edi. 100 millionga ko'tarib olsam. Jala Vampir Cruz вообще bermayapti. Обычно oldingi holatlar bo'yicha Vampir Cruz haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Oldingi o'yinlarimda agar boshlanishida normalniy bermasa, 3 daqiqadan keyingi daqiqalarda уже berishni boshlaydi. Где-то taxminan 1-2 daqiqa normalniy berib turadi. Через 10 qilib, keyin yana o'sha 2-3 daqiqa уже o'rtada остановка qiladi. Hozir bu yerda уже boshlanishda bermayapti. Hozir o'sha narsa esimga tushyapti. Уже taxminiy kirganimizga 3 daqiqa, 3-4 daqiqalar bo'lgan payti berishni boshlasa kerak, menimcha. Agar boshlanishida bersa o'rtoqlar, boshida normalniy berib turadi, 6-7 daqiqagacha уже pustoy bermaydi. Stavkani ko'tarib o'tirmanglar o'rtoqlar, stavkani ko'tarib yeb qo'ymanglar. O'sha 3000 so'mdan minimalniy aylantirib turasizlar. O'sha
vaqtga e'tibor berib o'ynayman. Menda chunki ekran zapisi yoqib o'ynaganim uchun vaqt ko'rinib turadi. Sekundlar, vaqtlar o'shanga qarab odat bo'lib qolgan. И o'sha mana shu o'yinim davomida kuzatgan vaqtlarim sinalgan narsa o'rtoqlar. Agar 3 daqiqadan keyin 4 daqiqa, 5 daqiqada ham bermadimi, уже bo'ldi, o'yin to'xtatish kerak. U kuni bermaydi. O'yindan chiqamiz и boshqatdan kiramiz. Nima bu? Oltin baliq. Oltin baliq. Jalab mana shu Vampir Kurusdan oltin baliq chiqsa yaxshi bo'lardi jalab. SMS keldi-yu, oltin baliq ushlab oldingiz deganmi, nimadir keldi, короче. Mana aytdim, boshlanishidan berdi. Jalab. O'sha xuddi menga hozirgiga o'xshab o'sha cho'zilib ketadigan bo'lsa, chiqib kirishlaringni ham maslahat beraman. Bir xil paytlari foydasi tegadi. Foydasi bo'ladi. Bir xil payti umuman bo'lmaydi. Albatta bu meni gaplarimga 100% kafolatlangan gaplar deb ishonib qolmanglar, o'rtoqlar. Bu to'xta, shu joyda kamaytirib turmasak cho'ta. Что-то не то da. Voy jalab. 100% kafolatlanmagan gaplar bo'lgani uchun men strategiya mana shuni qo'llaylar. Shunda 100% yutasizlar demayman, o'rtoqlar. Bu sizlarni yutqazib qo'ymasliklaring uchun o'zim tajribam davomida bo'layotgan gaplar, o'sha kuzatuvlar natijasida o'zim e'tibor berib topgan o'sha nimalarimni sizlarga aytib o'tib ketyapman. Jallab 4.157.000. 4 million qilib qo'ya qolaylik, rovninka qilib. Bitta tavakkal qilamiz o'rtoqlar, bitta tavakkal. Daxuy o'tkazib yubordi-yu yana. Ber. Bitta ber. Bum! Naxuy 90 million berib yubordi. Voy, jalab. Joningdan akang 90 million. Jalab. Voy dot. Nima qilsam ekan-a? Jalab 150 ga yetmay qopti. Tak. Voy, suka. Udar yutuq bo'ldi. Nima qilay, o'rtoqlar? Bilab primoy stream bo'lganda hozir bilad kimdir fikrini yozgan bo'larmidi, nima qilsam ekan? Bitta 150 million qilishga harakat qilib ko'raman hozir. Jalab. Nechi? Banu 70 ming desam, jalab 700 ming ekan. 158. Jalab. Voy dot deydi-yu. Ikkilanyapman o'rtoqlar. Endi 158 bo'lgandan keyin jalab. Haqiqiy mana u SMS keldi-yu, jalab. Nimadan kelgan bu SMS bilmadim. Oltin baliq bir bola deb keldi. Va shu udashni bo'ldi, lekin udashni bo'ldi, bila. 200 millionga stremitsa qilib ko'rsammikan, harakat qilib 200 millionga. Bitta harakat qilaylik o'rtoqlar. 200 ga jalab o'xshab beradimi? Mana u jalab 700 ming ekan buni. Million ber. Tvar yedirib yormasa bo'ldi. Bila kirgandan keyin уже
hozir voy jallab tushib ketyapti. Bam, yaxshi. Cho'tta netoda bitta chiqib kiraymikan. Jallab. Naxuy kerak edi. Yaxshi. Ber endi 2x dan keyin jallab. Bol 145. Ozgina yengilladi. Ber, bir jallab mana shu sklet tushib berganda ham borim. Butix, voy amingizki. Давай. Nimadir ko'rsat, bля, хотя бы. Короче, chiqib boshqatdan kiraman naxuy. Jala 158 million edi. Mana shu yerda 23 million summaga yeb turibmizda o'rtoqlar. Tur. Bля. Ber endi. Voy tvar. 150 million. Yengilladi odam ozgina. Baribir o'rtoqlar, gapirish, tilda boshqa qilish, hamma narsa oson. Realniy hayotda, realniy joyda bo'lish juda ham qiyin, mushkul o'rtoqlar. Men ham ko'p maslahatlar beraman sizlarga. O'zim ashushat qilaman. Mana shu o'yin payti juda qiyin o'rtoqlar. Mana shunaqa paytda sizlarni bilmadim, menga qiyin, например. Qiyin bo'lib qiyin emas, qanaqa уже katta summada tiqib olish kerak, yurak hovuchlab turadi-da odam. Bitta akamiz buni ancha oldin yozganda, aka, короче, mana shu bitta tikayotgan summangizni, o'sha stavkada bitta aylantirayotgan bitta summangizni bering menga, men kreditimni to'layveray deb yozgan ekan. Jalab, aka, buni qanaqa qiyinligini bilsangiz edi mana shunaqa summa tikishni. Vashshi juda qiyin narsa. Buni o'ynaydigan azartniklar biladi. Ber endi, блядь. Voy. Ber. Bang! Ushladik oxiri o'rtoqlar, ushladik. Voy joningdan ekan. 85 million 600 ushladik o'rtoqlar, 85 million 600. Tak, 5 millionga harakat qilsammikan? Bitta ikkita ko'raylik ha. 3000 so'm necha? 3000 so'm. Короче, suramiz. O'rtoqlar, mana shu joyda o'yinimizga yakun yasaymiz. Barchaga mana shunaqa oxirgi summalaringizda o'rtoqlar, mana shunaqa xuddi menga o'xshab omadingiz kelib zanoslarni yibatana qilishlaringizni tilab qolaman o'rtoqlar. Ekranlaringda ko'rinib turgan promokodimiz bo'ladi, Trend 858 promokodi. Yaqin kunlarda Linebet kontorasida katta ehtimol bilan rozыгрышlar boshlanishi mumkin, ehtimoli bor. Albatta videolarimiz davomida Telegram kanalimizda xabar beramiz. Xpari kontora emas deydiganlar uchun mana imminni Xpari kontorani ko'rsatib o'tib ketaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.